Qayslar bilan 60 ming so'm. Assalomu alaykum Samandara. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Savdolar bo'lib turibmi? Yaxshimi? Savdolar bo'lyapti. Rahmat. Avvalo Hayit bayramlaringiz bilan. Assalomu alaykum. Hammaga hayit bayramlari bilan tabriklaymiz. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Kelinglar, undan boshladik. Og'a bizda ko'xtalar kelgan. Ko'xtalar ko'ryapsiz, mana atiga 40 ming so'mdan. 40 ming so'mmi? Ha, 40 ming so'mdan qo'yib beramiz. Ko'ryapsiz, buni materiali yaxshi. Oyapa bilan 40 ming so'mdan. Undan tashqari narxi kapsullarimiz ham kelgan. 60 ming so'mdan qo'yib beramiz. 60 ming so'mmi? 60 ming so'mdan bo'lyapti. Agar 60, opa 40 ming so'mdan. 60 ming so'mlik kasblarimizdan kelib bo'lsa, bemalol kelib, Urganch avtobusdan keyin oldiga kelib olib ketishadi. Buning uchun bir dona like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Undan tashqari bunaqa ko'xtalarimiz ham bor. Assortiment bizda ko'p og'a kelishaveradi. Assortimentim ko'p. Ha. Ko'xtalar mana universitet o'qiyman degan qizlarga mana buni oq qo'llari ham bor. Atiga 60 ming so'mdan qo'yib beryapman. 60 ming so'm bunasi. Bemalol kelib, xullas yangi narsalar kerak bo'lsa, ko'xtalar kerak bo'lsa, bemalol kelishaveradi. Bundan tashqari har xil yozgi fasondagi mana qalin emas, sal yuqori narsalarimiz ham bor. Bu qalin deb o'ylashadi odamlar, qalin emas. Ko'ryapsizlar? Atiga bular 40 ming so'mdan qilib beraman. 40 ming so'm bunasi. Faqat siz obunachilaringiz uchun. Obuna bo'lib, like bosib, kuzatib, bemalol kelishaveradi og'a. Eng arzoni bizda mana andijonlik bola, andijonlik samandarchilar hamma taniydi. Oyapa 40 ming so'm. Og'a ko'ryapsiz, mana 40 ming so'mdan ko'xtalarimiz qo'yib beryapmiz. Agar obunachilaringiz uchun atiga arzoni bizda mana og'a. Ko'ryapsiz. Undan tashqari salonlarimiz kelgan. Salonlarimizni ham ko'rsatib beraman. Yo'q, opa. Mana ko'ryapsiz og'a, yubkalarimiz 50 ming so'mdan qo'yib beryapmiz. 50 ming so'm bunasi. Bu qarang, bozor kamida 80 ming, 90 mingdan sotgan yubkalar mana atiga biz 50 ming so'mdan qo'yib beryapmiz og'a. Bemalol kelib olib ketishaveradi. Eng arzoni sifatli narsalar bizda mana. Manzildan keladigan bo'lsak, band avtobusda yoki avtobusda og'a ko'xtalarimiz ham bor. Ko'xtalarimiz ham bor. Ko'xta kimga kerak bo'lsa mana atiga 40 ming so'mdan shunaqa ko'xtalar. 40 ming so'mdan. Bunaqasi hech qayerda bo'lmaydi. Sifatli narsalar, toza narsalar kerak bo'lsa, Urganch avtobus stansiyasining oldida bemalol kelib olib ketaverasizlar. Obuna bo'lib, like bosib, kuzatib tursanglar, yangiliklarimiz hali ko'p.